Shahrisabzda yashayman. Hozir Peterburgda o'qiyman. Millatim o'zbek. Institutda o'qiyman keyin. Bila nima gap? Usmonov mana shu kesmi degandi. Yo, qani? Bila kesmi degandi dedi. Sardor shu bola edimi? Yaramas bola bo'libsiz. Usmonov qani kesmi bila? Qani? Siz kesmi vara Usmonov kesmi qani? Usmonov kesmi qani? Sardor hozir bila tez bo'ling. Bo'lganda ishontiraman, yuragim cho'ktirgansiz bila. Va ishonib o'tirman Usmonov men kesmi yotish kerak edi deb. O'ylamaysizmi qalbimni og'ritgansiz bila aldoqchi. Bo'ling oting. Kutaman. Bo'ling. Я жду. Bo'ling. Bo'linglar. Хотя бы bitta меслами man. Нафиг bila. Сколько рублей будет? Сколько будет, Sardor? Yozvoring. Qochgani yo'q-ku shodda-yu, yaramas. Siz ham. Сколько будет deb so'rayaptilar. Mana hozir sho'ttalar bilan nimaga qochdi deysiz? Auye жизнь varan shu auni o'chirib bila. Men sizga aytolmay chela bor deb yozib qo'ying bila. Dunyoda bitta bo'ladi nekiz bila. Kreslo olib beramiz ko'payishib. Mana kreslo. 950 rubl ekan kesmi. 2000 mi? 2000 ga ikkita kesmi olib berasizmi? Ne zo'r, mazza. Usmonov, bo'ling. Ikkita kesmi ikki tarafimdan kelib qilsin bo'ldi, tamom. Bugun yaxshi uxlayman. Auye nima degani? Auye жизнь varanmi, baranmi? Nixuya себе bitta qo'shiq bor. Nimadir. Короче, shu muzikalarni oilang eshitib yurardi yoshligimizga. Tushunmay. Brat, inshaalloh qachon? Сегодня или завтра? Erkak bitta gapiradi degandingiz. Yo, erkak bitta gapiradi degandingiz ekan. Siz bitta gapingiz qayerga qoldi? Ты o'zbek da подруга. Я узбечка, да. Da. Men hozir kelaman. Короче, men buni yechib qo'ymasam cho'ta terlab ketaman hozir. Terlamayman. Nerv qilaman cho'ta issiq. O'zimni mana shu kiyimni kiysam g'alati bo'laman. O'zimni yomon his qilaman. Hay. Menmi aniqmi? Yo'q, Usmonov masida jinni. $ida u kishi. Ne kulishingizni unaqa ko'rsatdingiz? Kuligingizni unaqa qanaqa ko'rsatdim? Kim ko'rsatdim? Nimani ko'rsatganman? Огнетушитель бьёме. Огнетушитель nima yo'qmi? Огнетушитель nima degani o'rtoqlar? Tarjima qilib yuboringlar. Aysha. Da, Sardor. Lichkaga qarang, hozir qarayapman mana. Yozmagan-ku siz lichkaga bilan. Qayerga qarayman? Qo'lingizni. Qo'lmi bilan. Bo'linglar, men bekorga o'tganim yo'q bilan. Kafe balkon. Men bekorchi emasman sizga o'xshab. Milliarder deb yozib qo'yibsiz-ku bilan. Bitta million oting bilan. Drakon qilib. Yongan vaqt sepib o'chiradigan narsa. Nima yongan vaqt? Qayer yongan vaqt? Короче, izdevаться qilyapsizmi? Saniki maniki. O'sha kun lichkaga yozgandimki ikkita kesmi. Sardor, hozir bitta nuqta yuboring lichkamga. Men siz qaydan topaman buncha odamning ichida? Почему siz buncha shirincha gapirishlaringiz ham shirin? Shakarimmi yo bor, bo'lmasam sahrim bor, bo'lmasa menga mumkin emas.
Bila, yaxshiyam. Lekin sahringizni tuzatsangiz bo'ladi, parhez qilasiz ko'proq. Ko'proq suyuqlik ichasiz. Keyin stresslar qilmaysiz, arzimas narsalar deb o'zizcha ko'tingizni yirtmasdan jim tixo yurasiz. Shirin suvlar, gazirovka vosh mumkin emas. O'zingizni boru hozir davolamasangiz ana 40dan keyin 30-50ga kirib qo'ysangiz biznes davolanolmaysiz. Hujayra hozir o'zini tiklaydigan kuchi hujayra hozir o'zini tiklaydi, keyin уже qiyin bo'ladi degani короче. Inson o'zini hujayrasi o'zi tiklanadi-yu. Masalan, biron joy kesilsa o'zi bitadi-yu. To'g'rimi? Так что sog'lig'ingni to'g'rilash kerak birinchi o'ringa bilan. Assalomu alaykum. Musa, привет. Rahmat anaqa tangachalar uchun. Jennifer emas bu, tabiat nimalar deyapsiz? Bu sportivka. Hozir 2003-lar sizlar deyapti, rostmi? Usmonov. Menga pofik kim nima deyishi. Men o'zim fikrimga ega insonman. 2003 bo'laman, 2005 mi, 99 mi, 98 mi o'zini fikriga ega bo'lsa mayli. Aql yoshda emas boshda. 88 bo'lib jinni siylar bir baloni yasaganlar уже tufti odam men uchun. 2003 bo'lib turib normal поняткасы bo'lsa, u yaxshi bir inson bo'lib shakllanayotgan bir inson deb hisoblayman. Bila, aql boshda emas yoshda bila. Qandaysiz go'zal, yaxshimi? Настроением bila yo'q-da. Конечно. Da, konechniymi? Siz ruscha yozing yo o'zbekcha yozing. Birdan ikkita yo'ldan yurib bo'lmaydi. Yoki o'zbek tilida ha to'g'ri deb yozing yoki rus tilida da konechnoe yoziladi. Shunaqa yozing, хорошо? Panetka nima ubrat? Panetka nima ubrat? O'zida tutishi, bosiqligi yaxshi bir insonni panetkasi bo'ladi. Bespanetka masalan, o'zini tuta olmasligi, o'zini kimdandir ustun bilishi, keyin ko'p so'kinishi, mana shu bespanetka odam. Короче, ular bilan o'tirish zerikarli, скучно. Короче, скучно odam bo'lmanglar. Gapirasizmi? Qancha ko'p gapirsangiz ham gapirishga tayinli gapingiz bo'lsin. Tamom, gazini bosib gapiring. Lekin tayini yo'q gapingiz bo'lsa gapirib o'tirmang, jim o'tiring, sukut saqlang. Sababi juda aqlli ko'rinasiz. O'zingizdan aql yosab olganmi, aqlli? Menmi? Men unchalik aqlli emasman, lekin maksimal darajada harakat qilaman inson bo'lib yashashga. Sababi men keyin sizga o'zimni aqlimni isbotlashga majbur emasman, hech kimga hech narsani. Siz meni aqlimni tahlil qilmasligingiz kerak. Так что jim yuring. Jinnimisanlar? Boshqa ishim yo'q. O'zimni aqlli ko'rsatsam, hozir sponni yoqib ko'ylakchon kiyib efir ochardim, ro'molchani o'rab. Bila, nafig bila. Jinnimisanlar? Hamma nervimga o'ynaysan. Bila. Aqllimisiz, go'zalmisiz, jinnimisiz, motivatormisiz, psixologmisiz? Bitta yaxshi gap gapirib bo'lmaydi bila. Siz hozir o'zingizni fokusingizni aytingiz o. Meni fokusimdagi odam mard bo'lishi kerak. Birinchi navbatga. Nomard bo'lmasligi kerak. Farosatli erkak bo'lishi kerak. Tamom. Ha, jinnisizni atmetka qilib yozdim. Atmetka qilib yozasizmi, yozmaysizmi, men o'zimga oldim. Xullas, menga kafil qilinglar. Men bekor kirganim yo'q Begalife'ga. Men aqlimni ko'rsatishga ham kirganim yo'q. Bir beaql ko'rinsam ham menga kafil qilinglar. Tamom. Lift mumkinmi? Bitta kesmayotib mumkin. Salom aşkım, sana ne oldu? Hech gap bo'lgani yo'q. Yaxshi niyat yarim mol. Короче, she'r aytib beraymi?
bironta. Yoki